Faqat kav va manfaana hamma narsa hal qiladigan bir dunyoda adolat izlayotgan bir millat o'z yo'lini qanday topishi mumkin? Ular mohiyatan nuqsonli bo'lgan ikki global modeldan birini tanlashga majburmi? Bu juda jiddiy savol. Bugungi tahlilimizda aynan shu savolga javob izlaymiz. Mana 5 ta asosiy bo'limni ko'rib chiqamiz. Avval dunyo siyosati va uning bizga ta'sirini o'rganamiz. Keyin Xitoy va G'arb modellarini chuqur tahlil qilamiz. Ularni islomning adolat tushunchasi bilan solishtirib, oxirida o'zimiz uchun strategik xulosaga kelamiz. Xo'sh, keling ishni boshlaymiz. Bugungi geosiyosiy maydonga qarasak, u asosan ikkita katta siyosiy falsafa ta'sirida ekanligini ko'ramiz. Biri Sharqdan, ikkinchisi esa G'arbdan. Ikkalasi ham o'zining boshqaruv va hokimiyat modelini taklif qiladi. Lekin ko'rib turganimizdek ikkalasida ham jiddiy muammolar bor. Keling, birinchi modeldan boshlaymiz. Xitoy modeli. Bu shunchaki zamonaviy siyosat emas. Uning ildizlari 2000 yildan ortiq tarixga ega siyosiy filosofiyaga borib taqaladi. Asosida esa ligizm, ya'ni qonunchilik va harbiy strategiya yotadi. Bu tizimda shuni tushunish kerakki, axloq o'z-o'zidan bir qadriyat emas. Yo'q, u shunchaki hokimiyatni saqlab qolish uchun bir vosita xolos. Mana bu slayddagi eng qiziq jihat shundaki, Sun Tzuning bu mashhur gapi shunchaki qadimgi harbiy taktika emas. Bu zamonaviy Xitoy diplomatiyasi va targ'ibotining tamal toshi. Bu qarashda halollik, ochiqlik bilan zaiflik belgisi hisoblanadi. Aldov esa aksincha kuchga erishishning eng samarali yo'li deb qaraladi. Shangyangning bu qadimiy falsafasini bugungi kunga, ayniqsa Sharqiy Turkistonda qo'llanilayotgan siyosatga bevosita bog'lash mumkin. Assimilyatsiya va iqtisodiy bosimlar bular tasodif emas. Bu davlatning qudratini oshirish uchun xalqni ataylab zaiflashtirishga qaratilgan sovuqqonlik bilan o'ylangan strategiya. Demak, mana shu yerda eng muhim nuqtaga keldik. Bu tizimda hokimiyatning asosiy manbai qonun, adolat yoki inson huquqlari emas. Yo'q, asosiy manba bu qo'pol kuch. Mao Zedongning bu so'zlari Xitoy siyosiy tafakkurining butun mohiyatini ochib beradi. Haqiqiy hokimiyat faqat quroldan kelib chiqadi. Qolgan hamma narsa ikkinchi darajali. Yaxshi. Endi tangaga ikkinchi tarafga qaraymiz, G'arb modeliga. Bu yondashuv asosan siyosiy realizm degan tushunchaga tayanadi. Bu nazariyaga ko'ra, milliy manfaat har qanday axloqiy me'yorlardan, har qanday qadriyatlardan ustun turadi. Machiavellining bu mashhur gapi G'arb realistik siyosatining o'zagi desak ham bo'ladi. Aynan shu tamoyil G'arb kuchlariga agar milliy manfaatiga to'g'ri kelsa, diktatorlar bilan hamkorlik qilishga, bergan va'dalarini buzishga yoki hatto ittifoqchilarni qurbon qilishga imkon beradi. Manfaat yo'lida axloq o'zgaruvchan, egiluvchan bo'lib qoladi. Mana bu iqtibos menimcha G'arbning Sharqiy Turkiston kabi masalalardagi yordami nima uchun bunchalik beqaror va ishonchsiz bo'lishi mumkinligini juda aniq tushuntirib beradi. Qo'llab-quvvatlash qat'iy tamoyillarga emas, balki doim o'zgarib turadigan milliy manfaatlar hisob-kitobiga asoslanadi. Bugun foydali bo'lsa yordam beradi, ertaga foydasiz bo'lsa unutadi. Bu fikr esa G'arb siyosiy realizmining eng tub mohiyatini ko'rsatib beradi. Ya'ni haqiqat yoki adolat emas, balki kuch huquqni belgilaydi va yakuniy natijalarni hal qiladi. Bu shunday dunyoqarashki, unda kuchlar muvozanati oxirgi hakam hisoblanadi. Xo'sh, aldovga asoslangan bir modelni va faqat manfaatlarga asoslangan ikkinchi modelni ko'rib chiqdik. Endi esa vaqt keldi butunlay boshqa tamoyillarga, ya'ni adolat va ilohiy mas'uliyatga asoslangan uchinchi bir yo'lni ko'rib chiqamiz. Siyosat shariat tushunchasi. Bu nima degani? Bu insonlarning ham bu dunyodagi, ham oxiratdagi farovonligi uchun ularni ilohiy qonun va adolat bilan boshqarish degani. Bu ta'rifning o'zi yo'q, islomdagi boshqaruv shunchaki mafhum axloqiy qoidalar to'plami emas, balki aniq, tartibli va mas'uliyatli tizim ekanligini ko'rsatadi. Bu slayddagi eng e'tiborli jihat u taqdim etayotgan keskin farqdir. Qarang, islom hatto dushmanlarga nisbatan ham adolatli bo'lishni buyuradi. Bu manfaat yoki hokimiyat uchun zulm va aldovni oqlaydigan avvalgi ikki modelni to'g'ridan-to'g'ri rad etishdir. Bu butunlay boshqacha yondashuv. Mana bu to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash kuchga asoslangan tizim va adolatga asoslangan tizim o'rtasidagi dunyo qarashdagi fundamental farqni juda yaqqol ko'rsatib beradi. Biri zulmni zaiflikning tabiiy bir natijasi deb bilsa, ikkinchisi zulm qilmanglar va o'zlaringiz ham zulm ko'rmanglar deb zulmni kimga qilinishidan qat'iy nazar qat'iyan rad etadi.
Bu yerda ta'kidlanishicha, islomiy yondashuvda rahbariyat bu aldov yoki mustabidlik uchun berilgan ruxsatnoma emas. Aksincha, bu juda og'ir mas'uliyat, muqaddas bir omonatdir. Hukmdor o'z qo'l ostidagilar uchun Alloh oldida javobgar bo'ladi va ularni aldash bu ilohiy jazo olib keladigan katta bir xiyonat hisoblanadi. Shoshanda yakuniy qismga o'tamiz. Shu yerda biz bu olgan saboqlarni Sharqiy Turkiston masalasi uchun amaliy bir strategiyaga qanday qilib birlashtirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Oldindagi yo'l shubhasiz zamonaviy siyosiy donilik va islomiy ruhni birlashtirishni talab qiladi. Ikkita o'ta xavfli tuzoqdan saqlanish kerak. Birinchisi, dushmanning yovuz uslublariga taqlid qilish. Bu bizni shunchaki uning kichik bir nusxasiga aylantiradi xolos. Ikkinchisi, g'arbga to'liq suyanish. Bu esa bizni ularning siyosiy o'yinlaridagi bir qo'g'irchoqqa aylantiradi. Demak, bizga o'zimizning tamoyillarga asoslangan yo'limiz kerak. Taklif etilayotgan strategiya to'rtta mustahkam ustunga tayanadi. Birinchidan, adolat o'rnatishni maqsad qilgan islomiy tamoyillar va milliy manfaatga asoslangan aniq bir kimlik. Ikkinchidan, oliyjanob maqsad uchun faqat pok vositalardan foydalanish, ya'ni aldov va shafqatsizlikni butunlay rad etish. Uchinchidan, dunyo bilan tobelikka emas, balki prinsipial hamkorlikka asoslangan munosabatlar qurish. Va nihoyat to'rtinchidan, islomiy birodarlik va fuqarolik asoslariga qurilgan mustahkam ichki birlik. Xulosa qilib aytganda, Sharqiy Turkiston uchun g'alaba faqat Xitoy zulmini yengish, G'arbning manfaatparastligidan ehtiyot bo'lish va islom adolati bayrog'ini baland ko'tarish orqali qo'lga kiritilishi mumkin. Bu haqiqiy va mazmunli mustaqillikni ta'minlaydigan yagona yo'ldir. Va nihoyat, ushbu tahlilimizni muhim va o'ylantiruvchi bir savol bilan yakunlaymiz. Millatimiz dunyoga qanday o'rnak bo'lishi kerak? Faqatgina omon qolish uchun kurashgan bir namuna bo'lishi kerakmi? Yoki kelajak avlodlarga meros qoldiradigan adolat va insoniy qadr-qiymat namunasi bo'lishi kerakmi? Bu savolga beriladigan javob bizning kelajagimizni belgilab beradi.